Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugun Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumanida Qoraqalpog'iston Respublikasi Bosh prokuraturasi Oliy sudlar hammasi keldilar. Shu Qazibek ham bilan keldik birga. Qazibek ham bizlarning bir ish olib borishlarimizni chik bo'ldi ag'a. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Yaxshimisizlarmi? Sog'liqlaringiz yaxshimi? 4 yil chat молодец. Bugun bilan Qoraqalpog'iston Respublikasining res prokurori bilan uchrashdik. Oliy sudlarning raislari bilan uchrashdik. Tashkilotchilari kattadan katta rahmat. O'sha tashkilot etib odamlarning muammolarini yechgan holda bizlar ham o'zlarimiz muammolarimiz bor edi, aytdik, ijobiy zo'r ko'rib tekshirib beramiz deb yaxshi va'da berib qoldilar. Hammasi bilan so'zlashdik. Keyin degan Xudo xolasa degan hammasi yaxshi bo'ladi degan umiddamiz. Shu 4 yil chatni kuzatib boringlar. Hamisha shu haqiqatni yaratib boraveradi ekan. Men shu anda endi ko'proq qo'lda ko'rib yuribman hamma videolarini. Yolg'on gap yo'q, boshqa gap yo'q, reklama emas bu. Mendan hozir ko'rdim, mana ikkimiz bir yerga qaytdik. Shunga degan tashkilotchilarga rahmat. Qoraqalpog'iston Respublikasining res prokurori bilan o'zim uchrashdim. Oliy sudning odamlari bilan uchrashdim, sudyalar bilan uchrashdim. Hamma o'zimga kerakli narsalarni o'rganib oldim, bildim, so'radim, savollarim bor edi, berdim. Javoblarni oldim. Yana degan ko'rib xursand bo'lib qaytdik. Yurtdoshlar, ko'rgan bo'lsanglar, yana Qazibek ham ko'p muammolari Xudo xolasa ijobiy hal bo'ladigan bo'ldi. Ko'p vaqtdan meni bitmaydigan arizalar ham bitdi. Xudo xolasa ijobiy natijalarni ko'radi. Yurtdoshlar, bizning kanallar Turtku Sekret kanali bilan obuna bo'lib qo'yinglar. Bizlarni kuzatib borishni davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Selam deydi. Bizler hem geldik yere prezidentlik aparatlarına falan var, başka ne umman boş bize geldiğimiz Türk tumanı yollarımız Güzel bu da. Elhamdülillah bu da. İştirak edelim. Paralardan gelip buradan. Buna da kabul inşallah. Yol hareket. Qazibek, Qazibek. Eski kim bu değil mi? Javoblarni uchunman. Degan berdi va jabr yetkazganmisiz? Bu haqorat qilgan oilamni, o'zimni, bu ma'naviyatchilik, men raditel bo'laman. Shunaqa men ekspert xulosalarni 375 ming so'm bilan to'laganman. Keyin men o'zim kira qilaman-da, ikkinchi kun sud qarorini hozir endi men sudlar 41 bo'yicha. Endi bu ma'naviyatchi u sudga 3 marta sudga chaqirdi, u sudga ham kelgan odam emas-da u.